Erkin Asiya Radyosu 9 dekabr xabarida xalqarodagi daniq advokatlar, olimlar, mutaxassislar va shohidlarning ishtirokida shuningdek Uyg'ur sud kollegiya sohibxonligiga chaqirilgan 2021 yildagi Uyg'ur sudi shu yili 9 dekabr kuni rasmiy holda Uyg'urlar navbatda duch kelayotgan bostirishlar, irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatdir deb xulosa chiqargan. Mazkur xalqaro sudning bunday bir qaror chiqarishi ko'plagan hukumatlarning bu jihatga reallikni to'nib yetishi hamda bu vaqt qaror ilishida muhim rol o'ynagan. Ayni shunday reallik oldida dunyoning har qaysi joylaridagi kishilik huquq faoliyatchilar 9 dekabr kunini Uyg'ur irqiy qirg'inchilik kuni deb bekitib, bu reallikni dunyo miqyosida texmi keng tunutish va e'tirof qildirishga izchil kuch chiqarib kelmoqda. Uyg'ur sudi chiqargan mazkur hukm e'lon qilingan 1 yildan oshgan bo'lsa-mu, Uyg'ur irqiy qirg'inchilik atalg'usi yana ko'plagan hukumatlar uchun qabul qilish qiyinga tushayotgan bir masala bo'lib qolayotganligi ma'lum. Bu haqda har qaysi sohani texmi atrofli ma'lumotli qilish hamda bu jihatlardagi tegishli besimlarni oshirish uchun Dunyo Uyg'ur qurultiyi, Amerika Uyg'ur birlashmasi va Uyg'ur kishilik huquq qurilishi 8 dekabr kuni birlikda axborot e'lon qilish yig'in chaqirdi. Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Do'lqin Esa oldi bilan so'z qilib, bu sohada mavjud bo'layotgan bir qism masalalar haqidagi qarashlarini bayon qilib, mazkur sud e'lon qilgan hukm ko'plagan hukumatlarning, hatto Yevropa parlamentining bu vaqtdagi qarorlarni ilishida muhim rol o'ynaganligini, shu sababdan Uyg'urlar haqida ba'zi qonunlar ma'qullanganligini, 9 dekabr kuni Uyg'ur qirg'inchiligining qurbonlarini aslash va ularga ehtirom bildirish zarur bo'lganligini, bu jihatga haqqoniy kurashni izchil davom qilganligini bildirdi. Uyg'ur kishilik huquq qurilishining direktori Umar Qanot navbatda xalqaro jamiyat uchun Uyg'ur qirg'inchiligini e'tirof qilishning qiyinga tushayotganligini alayda eskartdi. Amerika Uyg'ur birlashmasining raisi Alfidar Iltabir Uyg'ur kishilik huquq qurilishining tadqiqotchisi, Dunyo Uyg'ur qurultiyining muavin raisi Zubayra Shamsining qatorliqlar Sharq Turkistonda hozirmi davom qilayotgan irqiy qirg'inchilikda ayollar va bolalarning asosiy ziyonkashlikka uchrayotganligini, Uyg'ur oilalarining vayron bo'lish qatorliq masalalarni yana bir qitim eskartib, xalqaroni bu vaqtdagi reallikni e'tirof qilish, uyg'onish hamda bu masalada ittifoqlashishga chaqirdi. Bo'libmi Amerikaga yangi kelgan Subhinur Amin dadisining o'z yurtida qonunliq yo'llar orqali savdo bilan shug'ullanib ko'zga ko'ringan boylarning biriga aylangan bo'lsa-mu, savdo ishi bilan chet ellarga chiqqan uchun lagerga qamalib bir mazgillik qamoq va tarbiyalashdan keyin sog'lom va bejirim bo'lgan dadisining ig'ir kasal giribtor bo'lib 47 yoshida vafot bo'lganligini, shundaqla bu xil reallik Subhinurning dadisiga o'xshash minglagan Uyg'urlar duch kelayotgan ochiq reallikni pash qilishga undigan. 9 dekabr kuni Uyg'ur irqiy qirg'inchilik kuni munosabati bilan dunyo miqyosida Xitoyning irqiy qirg'inchilikka qarshi turli faoliyatlar o'tkazildi. Turkiyaning nurg'un shaharlarida duo, namoyish va axborot e'lon qilish faoliyatlari o'tkazildi. Turkiyadagi eng chong insonparvarlik yordam tashkiloti bo'lgan Inson haq va hurriyatlar fondi yoshlar sho'basining uyushtirishi bilan Turkiyaning 77 viloyatida juma namozidan keyin Xitoyning irqiy qirg'inchilikka qarshi axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazildi va duo qilindi. İstanbulda Sharq Turkiston tashkilotlar birligi, shundaqla Anqarada Dunyo Uyg'ur qurultiyi vaqfi, Uyg'ur akademiyasi vaqfi va Uyg'ur tadqiqot institutining uyushtirishi bilan axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazildi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq oliy komissari Volker Turk 9 dekabr kuni sobiq komissar Bachil topshirgan atalmish Şinjandagi kishilik huquq to'g'risidagi dokladida munosabatli dalil isbotlar bilan o'tirib qo'yib, Xitoy doiralarining Sharq Turkistonda insoniyatga qarshi jinoyat sodir qilganligini bildirib, o'zining bu muhim masala to'g'risida xizmatini davomlashtirishni bildirgan. Atalmish Şinjandagi kishilik huquq masalasini tekshirish jarayonida Bachelt Bejangni oldini olish uchun ko'rsatgan tirishchanlik sababidan amalsiz holda vazifa o'tash muddatining oxirgi kuni mazkur dokladni e'lon qilgan. Bu dokladda Xitoy doiralari tomonidan atalmish Şinjandagi Uyg'urlar va boshqa musulmon millatlarning ko'p yillik sistemalik ziyonkashlikka uchraganligi, bo'libmi Xitoy doiralari cho'ng ko'lamda jazo lagerlarini qurib, necha millionlagan Uyg'urlarni tutib, ming yuyish, qiynash, tug'utchaklash, bosqinchilik, majburiy emgak, oilasini vayron qilish va boshqa jinoyatlar bilan ayblab, butun dunyoni Xitoyning Uyg'ur kishilik huquq dafsanchiligiga qarshi turish va yaqindan diqqat qilishga chaqirgan. Xitoy doiralarining bu qilmishlari xalqaro jamiyatning izchil diqqatini qo'zg'agan va kuchlik aybligan. Ba'zi g'arb davlatlarining parlamentlari Xitoyning qilmishini irqiy qirg'inchilik deb bekitgan. Volker Turk janvada o'tkazilgan muxbirlarning kutib olish yig'inida atalmish Şinjan masalasi to'g'risida so'z qilib, 31 avgust e'lon qilingan doklad intayin muhim doklad bo'lib, BDTning kishilik huquq masalasidagi intayin ig'ir andisini ifodalab, o'zining bu muhim masala to'g'risida xizmatini davomlashtirishni bildirgan. Xitoy 2022-yilda Xitoy virus yo'qmi qarshi turish uchun 1 trillion yuan alayda davlat zoyumi tarqatgandan keyin
Xitoy doiralari yana 750 milliard yuan alayda davlat zayomi tarqatadiganligini e'lon qilgan. Olimlarning qarashicha, Xitoyning 3 yillik Xitoy virus yuqumini nolga tushirish siyosatining yerlik moliyani xo'rtib etganligini tahlil qilib, moliya farqini to'liqlash uchun mablag' yurishtirish kerak ekan. 9 dekabr kuni Xitoy Kompartiyasi Moliya Ministrligi 2022 yillik 750 milliard yuan qimmatidagi alayda davlat zayomi, ya'ni 3 yillik muqim o'sim nisbati zayomi tarqatadiganligini e'lon qilib, 2022 yil 12 dekabrdan boshlab ijro qilinadiganligini bildirgan. Xitoyning Xitoy virusini nolga tushirish, qamal qilish siyosati g'oyat zo'r moliya chiqimini keltirib chiqargan bo'lib, normallashtirilgan yadro kislotasini tekshirishninla butun mamlakatda yilga 2 trillion 500 milliard yuanga yetgan ekan. Tahlilchilarning qarashicha, Xitoy yerlik hukumatlarning moliya qizil raqamini birdanla o'zgartirishning ta'siri to'xtaydiganligini, kelar yili yana yangi zayom tarqatilganligini mo'ljallanganligini yoki davomli pul besib chiqarilib, moliya krizisini to'liqlashi mumkinligini bildirgan.